Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimiz ustunovka jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelni Xo'jaobod tumani Yangichek mahallasiga ustunovka qildik. Mebel o'fi joyi 240 ga, bu yog'imiz 280. Akril material, kafellari mebelni ichida 2 million 100 ming so'm o'fi holatda bo'lgan. 9,5 million so'mga o'fisi bo'lgan. 1 metri 2 million 100 ming so'mdan. Xo'sh, bu kira olishga bunaqa etajerka qilib berganmiz. Saldachalari qilingan. Burchak holatda bo'lganligi uchun. Aladendik tepasida polkalarimiz ham bor. Vakuum AOCD firmaniki. Bu AOCD qimmat yuradi. Mebel tanish bilishlardan so'rasanglar ham aytib beradi. Sifati yaxshi narsa. Xo'sh, har doimgidek emasda polkalari bor. Burchagimiz, tuz, choy qo'ygan tashchamizni qo'yib qo'ydik. Xo'sh, nikellari bor, temirlari qo'yilgan, plintuslari qo'yilgan, stikiga ham temir germetiklar qo'yilgan. Burchagimiz bunday polka bor. Mo'ka, to'rtburchak mo'ka mebelni ichida bo'ldi, simisitri, xo'sh, idishlari bor mana, setkasi ham bor. Buni komplekt narsalari ham bor. Hammasini odatda xaridorga tashab ketamiz. Sushulkasi bor. Vakuum rolik. Xo'sh, gaz, vichkadan keyin bir qanot eshiklarimiz bor. Duxovka tushganda agar temir noshkada qo'shimchasiga laminatni o'rab qo'yganmiz. Tagini ochib ko'rsa bo'ladi keyinchalik. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.